Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi darsimiz sichqoncha va kursorga oid barcha CSS sossalarini ko'rib chiqamiz. Bu o'zim sizlarga sal chiroyliroq, ajoyibroq uy vazifa bo'ladi. Undan oldin buni qanday qilib yasashni birgalikda o'rganamiz. Xo'p, qanday darsimizni boshlaylik. Birinchi o'rinda xuddi shunaqa narsani HTML va CSS o'zingiz yasaysiz. Uy vazifa bu. Endi bu CSS xossalari, sichqonchani xossalari mana. Ko'rasizlar? Mana wait, kutish, progress. Shularni hozir birgalikda ko'rib o'rganib chiqamiz. Qanday biz boshladik. Avvalambor ikki sahifaga bo'lib olamiz. Yaxshi. Yaxshi. Hop, yerimizda oddiy index.html ochishdan boshlaymiz. Index .html. Hop, shift bir. Mana yasashimiz. Hop, aytaylik bizda bitta nuqta box degan divimiz va shunga style beramiz. Style body'ga beramiz. The flex address district center background color 3. Mayli shuni keling yellow qilaylik ya. Va endi shunga nuqta boxga beramiz. With 200 pixel height ham 200 pixel. Background color aqua. Border radius 5%. Va endi o'tib yasak. Opamiz slide server. Mana bu yerda chiqish kerak. Hop. 5%'imiz 50% qilaylik. Mana endi e'tibor bersak, sichqonchamiz holati shunday turibdi. Endi sichqonchaning holatini o'zgartirish uchun bizda kursor degan kod bor. Kursor. Ya'ni shu unda yurayotgan, harakatlanayotgan narsamiz nomi kursor deyiladi. Mana. Endi buni holatlarini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda auto holati bor. Auto. Hop, biz hozir shuni auto deb bersak, mana. Endi bunga nima o'zgardi? Hech bola o'zgarmadi. Ya'ni shu elementimizga sichqoncha borganda sichqonchaning holati, ya'ni kursor o'zgarsin deyapmiz. Ya'ni auto degani o'zini holati ekan. Hop, ikkinchi xossamiz default. Default yozamiz. Default. O'tib tashlasak mana bunda ham hech narsa bo'lmayapti. Default ham o'zini xossasi sichqonchaning. Hop, endi pointer xossasi. Kursor pointer. Pointerni bossak, endi e'tibor beramiz. Mana bu yerda body bu elementimiz, ya'ni divimiz. Mana ko'rasizlar, kursorda xossasi o'zgaryapti, ya'ni pointer xossasiga o'zgaryapti. To'rtinchi xossamiz text. Text xossamiz. O'tib yashiramiz va mana text nusxalari unda shunga o'xshab mana text xossasi ham o'zgaryapti. 5-inchisi. Hop, qaranglar. Videomiz o'ta uzun bo'lib ketmasligi uchun qisqa qilib tushuntiraman. Shu kursor o'rniga help degan qo'ysanglar ham bo'ladi. Help. Prosta bitta shu kursorga shunaqa har xil xossalari bor. Birma-bir ko'rib yodlasanglar bo'laveradi. Mana. O'tib yashasak mana ko'rasizlar, xuddi shunday chiqadi. Mana shu yerga aytaylik, grab deb qo'ysanglar ham bo'laveradi mana. Graf xossasi ham barmoqqa beradi.
Xuddi shunaqa. Aslida bu o'ta qisqa mavzu, lekin hali o'rganadigan narsangiz ham ko'p. Misol, mana har xil, mana wait, kuting degan, help, yordam, kill, bunaqa zoom, copy, nusxa degan shunaqa. Mana. Yozam xuddi shunaqa. Videomiz uzun bo'lib ketmasligi uchun shunaqa qilib qisqa qilib tugataman. Xo'p, lekin shu oddiy mavzu, lekin o'rganib oladigan narsalar ko'p. Keyingi videomda ham albatta boshqa mavzuga o'tib ketaman, lekin shuni tayyorlab Telegram gruppamizga tashlab bersalar zo'r bo'lar. Baho ham qo'yib beraman. Xuddi shuni HTML, CSS orqali yaratib ko'ringlar. Keyin Fox'ni o'rgatmayapman. Xo'p, e'tibor beramiz. Shu Fox'ni ham o'rgatib qo'yay. Xo'p, box va shu yerda Fox degan kodimiz bor. Va endi shuni background color'ini green deb qo'ysam. E'tibor beramiz. Sichqoncha borda bir marta bosdim hozir. Mana. Qiziq. Mana keling hozir hover xossasini ko'rsaydi. Nimaga desangiz Fox transition 2 sekund x. Shu yerda hover xossasini ko'rsataman. Hover. E'tibor bersak, mana sichqonchalar bordi. Rangi shu blue rangi o'zgarib qolyapti. Sichqoncha borganda. Xo'p, yaxshi. Xo'p, yaxshi. Xullas shunaqa. Ya'ni hover xossasi shunga borganda rangi o'zgaradi. Transition bu vaqt necha soniyada o'zgarishi haqida. All is 2 sekund. Mana. Yaxshi. Refresh bersak. Hop, mana shuni ham kodini tekshirib ko'ramiz. E'tibor beramiz do'stlar. Oddiy shu o'rganganlarimiz haqida. Xudoga shukr. Mana shunaqa do'stlar. Sizlar bilan uzun bir dasturchi bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.